Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Yangi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda siz Facebook va Instagram platformadagi asosiy reklama formatlari bilan tanishib va ularni qaysi vaziyatda ishlatish kerakligini aniqlashtirib olasiz. Dars oxirida siz quyidagilarni bilib praktika qila olasiz. Reklama turlarini aniqlashtirish, ularni farqlashtirish, har bir format qanday maqsadlariga kerak bo'lganini tushunib olasiz va o'z reklamangiz uchun eng qulay formatlarni olib olasiz. Statik suratlardan boshlaymiz. Bu reklama formati bir dona rasm va qisqa matn o'z ichiga oladi. Juda oddiy va samarali bo'lib, tezda diqqatni jalb qilishga yordam beradi. Oddiy misol, yangi mahsulotingiz kelgan, aynan shu mahsulotni bitta dona mahsulotni siz bitta rasm va matnni qo'shib auditoriyaga tushuntirib bersangiz va ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Video reklamaga o'tadigan bo'lsak, bu format orqali mahsulotingizni video orqali ko'rsatib, uni ishlatish yo'llarini yoki qanday qilib undan foydalanishni video reklama orqali tushuntirsangiz bo'ladi. Oddiy misolda tushuntiraman. Yangi mahsulot yoki xizmatni qanday ishlashini tushuntiruvchi video va qachon ishlatish kerakligini auditoriyaga mahsulotni batafsil tushuntirib olsangiz bo'ladi. Keyingi formatimiz esa karusel reklamasi. Bu reklama formati bir nechta rasm yoki videoni bir qatorga joylashishga imkonini beradi. Har bir slaydda alohida mahsulot yoki xizmatingizni ko'rsatishingiz mumkin. Oddiy misol, bir nechta mahsulotlar bir kompaniya doirasida ko'rsatish uchun karusel juda qulay bo'ladi. Qachon ishlatsak bo'ladi? Bir nechta mahsulot kelgan, misol uchun bir nechta kitob kelgan, o'sha kitoblarni bitta-bittalab ko'rsatsak bo'ladi. Va keyingi formatimiz esa bu stories. Ushbu format qisqa vaqt ichida foydalanuvchining e'tiborini jalb qiladi. Stories foydalanuvchilar orasida keng tarqalgan va ko'p ishlatiladi. Oddiy misol, cheklangan vaqtda amal qiladigan maxsus aksiyalarni, yangiliklarni taqdim qilsangiz bo'ladi. Qachon ishlatamiz buni? Tezkor harakat talab qilayotganimizda tez ishlatib turamiz. Target Pro kursimizga ham mijozlarni aynan stories formatdan ko'pdan ko'p tortamiz. Bugungi darsimizda biz Instagram va Facebookda kontent formatlarini o'rganib va target uchun qaysi kontent ma'qul kelishini aniqlashtirishni o'rganib oldik. Xo'p do'stlar, bugungi darsimizda biz kontent formatlarini o'rganib chiqdik va qachon qaysi formatni ishlatishni ham tushunib oldik. Aynan bu bilim sizga ertaga reklamangizni samaraliroq qilish uchun, ya'ni byudjetingizni yanada barbor, behuda sarflab qo'ymaslik uchun ishlatsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.